Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Bayro YouTube kanali. Xo'p, bugungi videoda nima bilan murojaat qilmoqdamiz? Konkurs sanasi 26 avgust edi. Ba'zi bir sabablarga qarab konkursni ertaroq qilishga harakat qilamiz, ya'ni 24 avgust soat 22:00 ga ko'chiramiz. Chunki 26 avgust kuni ko'pchilik band bo'lar ekan, tak menda ham o'sha vaqt qilishga vaziyat bo'lmay qolar ekan. Shuning uchun 24 avgustga qoldiramiz. Xo'p, bitta konkursga yana ozgina o'zgartirish kiritamiz. Shartiga bitta shart bo'lsa ham bo'lmay qolar ekan, shuning uchun ustiga yana bitta shart qo'shib qo'yamiz. Ya'ni konkursda birinchi shartimiz mana bu yerda konda bo'lib o'tadi. Ya'ni bu yerda nima qilasizlar? Xo'p, xuddi mana shu tog'ni ustidan mana bu shaxtaning binosiga sakrab o'tishinglar kerak bo'ladi. Hech qanday qilishni ko'rsataman, sizlarga 5 daqiqa vaqt beriladi. Xuddi mana shunday kelasizlar. Itak burilib, chama qilib to'g'ri joyga kelib olasizlar, sakraysizlar. Mashinanglar tushib ketmasligi kerak. Mashina bilan ustida turib qolishingiz kerak binoni. Xuddi shunday kelib turib, buni sakraysizlar, tezlik ko'payib ketsa tushib ketasizlar. O'rta me'yorda kelsanglar, o'rtada turib qolasizlar. Xo'p, ustida turib qolishga o'sha shartdan o'tadi. 5 minutda ichida o'tolmaganingiz keyingi shartga o'tmaydi. Ikkinchi shartimiz esa har doimgidek inkubator sharti. Eng oxirgi shart o'zi ikkitagina shart qilyapman. Xuddi mana shu taxlanasizlar. Aytganimdan keyin 1-2-3 deganimdan keyin hamma ketadi. Inkubatorga boradi. Inkubator mashinasini olib har bitta odam keyin yana xuddi mana shu yerga qaytib kelish kerak. Nimaga inkubator mashinasi oladi? Agar inkubator oldiga borib qaytib kelinglar desam, bormay qaytib kelish mumkin. Agar inkubator mashinasida kelinglar desam, olishga majbur bo'ladi inkubator mashinasini. Xo'p, yig'ilmoqchi bo'lganda mana 22:00 gacha mana shu yerda yig'ilishinglar kerak. 22:10 gacha kutamiz. 22:10 dan keyin kelgan o'yinchilarni qabul qilmaymiz kelsa ham. Keyin asta boshlaymiz konkursni. Sovg'alarimiz har doimgidek o'sha sovg'a. G'olibga birinchi sovg'amiz hali ham shu yerda turibdi mana. O'zimizni Karol planshet polishitni o'sha mashinamiz. Ko'rgan bo'lsanglar, bu stok holatda kuchaymagan, lekin tuning qilingan va strap qo'yilgan. Dronni ko'rsanglar 10 million atrofida turibdi, degani 7 million emas. Buni kontrol sotsanglar bo'ladi. Kelinglar, shartlarni bajaringlar, g'olib bo'linglar. Birinchi o'ringa shu mashina, ikkinchi o'ringa 500 ga pul va uchinchi o'ringa vazn 07 ni topshiramiz. O'rtoqlar, hammaga omad, obuna bo'lib ketinglar, fikr bildiringlar.